Qiyomat shu narsalar uchun qiyomat. Qiyomat razbor kuni. Qiyomatda razbor qilinamiz. Nimadan desa, balog'atga yetgan kun, chislo, soatimiz dokumentda yoziladi. Bu dunyodagi dokumentda emas. Haligi yosh kattalar duo qilgan dokument bor-ku, nomaya a'molimni o'ng qo'limdan ber, chap qo'limdan berma degan duodagi mabodo eshitgan bo'lsang, o'zi aslida biz ham shu duoni qilishimiz kerak kunda. Nomaya a'mol deganda amallaring yoziladigan bloknot, daftar deyiladigan. O'sha yerda yozib qo'yilgan. Men bo'lsam Musojon o'g'li Shukrullo palon yili balog'atga yetgan. Deyli ochildi, tamom. O'sha kundan boshlab har bitta nafasimda qilgan ishlarim yozib borilgan. At-ido, boshidan oxirigacha. Tirjaysam tirjaydi, qahqah otib kulsam qahqah otib kuldi deb yoziladi. Tirjaygan bilan ikkovi, masalan, tirjayish ham kulgi, qahqah otish ham kulgi. Lekin ikkovini kuldi deb yozilmaydi. Nimaga? Tabassum bu bor narsa. U gunoh emas. Lekin qahqah otib ichay tortib oladigan joy darajada baqirib kulish payg'ambarimiz alayhisalom bu shaytondan dedilar. Bu qalbini o'ldiradi, qalbini qoraytiradi deganlar. Hamma yo'q yoziladi. So'kindimi? So'kindi. Birovni onangni deb so'kindimi? Onangni deb so'kindi yoziladi. Onang yaxshi dedimi? Onang yaxshi deb yoziladi.